Lekin men ovoz gladiatori, ustoz Shifu, O'rta Osiyoda yagona metod asoschisi sifatida emas, ayol va 3 qanotning onasi sifatida ishonch bilan bir javobni qoldirmoqchiman. 30, 40, 50, 60, 90 ga kirgan odamlarni o'zgartira olmaysiz. Siz bugun kurashayotgan turmush o'rtog'ingizni ayrim adolatsizligi, nohaqligi, sizga e'tibor qaratmasligi, sizni umuman mehr bilan, g'amxo'rlik bilan boqmasligi yokida qaynona, qaynota, qarindosh, urug', aka-ukalarni qandaydir bir adolatsizligini o'zgartira olmaysiz. Men nafaqat ekspertman, nafaqat psixolog, motivatorman. Men hayotda yashaydigan bir insonman, ayolman va meni ham taqdirim bor, meni ham yashash tarzim bor, meni ham atrofimda sizni o'rab turgan insonlar bor. Meni ham atrofimda non tuzimga yegan va tufurganlar bor. Menga ham adolatsizlik, nohaqlik qilgan odamlar bor. Nima uchun men ular bilan kurashmayman? Nima uchun men isyon qilmayman? Nima uchun men depressiyaga tushmayman? Chunki ularni va bu vaziyatlarni o'zgartira olmaysiz. O'zgartirib bo'lmaydi. Bu insonlarning zotida, bu insonlarning fitratida, irsiyatida, qonida bu narsa bor. Shuning uchun ularning missiyasi shu. Siz o'zgartira olmaysiz. Siz kimsiz? Men kimman bu narsalarni o'zgartira oladigan? Agar inson kuchli shaxs bo'lsa, agar inson haqiqatan ham o'z hayotini mas'uliyatini oladigan bo'lsa, u hech qachon unga mehr, muhabbat, hayotini yaxshi bir go'zal taraflarga o'zgartiradigan insonlarni xafa qilmaydi. Siz o'ylaysiz, baxt, omad, muhabbat bir taraflama. Yo'q, unaqa emas. Baxt, muhabbat, oila, hattoki qarindosh urug'lar bilan bo'lgan munosabatlar ikki taraflama bo'ladi. Nima uchun faqat bir taraf qayg'urish kerak? Nima uchun faqat bir taraf boshqa tarafni xafa qilmaslik uchun harakat qilish kerak? Nega ikkinchi taraf bemalol sizni xafa qiladi? Yo'q, bu ikki taraflama baxt, bu ikki taraflama jarayon. Shuning uchun kimdirlarni o'zgartirish uchun siqiladi, harakat qiladi, isyon qiladi, o'zgartiraman deydi, lekin kechirasiz. 20, 30, 40, 50 yoshdagi insonlar уже 5 yoshli bolachalar emas. Ularni o'zgartiraman desangiz, umringiz ham yetmaydi. Bu ahmoqchilik. O'zgartira olmaysiz. Men bunga amin bo'ldim. Faqatgina kimni o'zgartira olaman? Farzandlarimni va farzandlarimni kelajagini yaxshi tarafga o'zgarishiga bir sababchi va o'z hissamni qo'sha oladigan inson, ayol bo'la olaman. Qolgan narsalarni o'zgartirish meni qo'limda emas. Sizni ham qo'lingizda emas. Chiroyli tarbiya, mardlik, jasorat, bir so'zlik, sadoqatlik, bu hammasi tarbiya deyiladi. Agar sizga mana shu turdagi holatlar qilinmagan bo'lsa, xafa bo'lmang. Bu narsa tarbiyalanmagan, bu narsa shakllanmagan, bu narsa rivojlanmagan. Faqatgina boqilgan, tamoq berilgan bo'ldi. Shuning uchun onalar uyg'oning. Eringizni, qaynona, qaynota, qo'shningiz, qarindoshlaringiz, aka-ukalaringizni o'zgartira olmaysiz. Hech kimda yashash tarziga o'zingizni yashash tarzingizni qo'sha olmaysiz. Lekin farzandlaringizni to'g'ri yo'lga bugundan foydalanib sola olasiz. Bugundan o'zingiz haqiqatan ham kelajakda jamiyatimizda mard, jasur, bir so'zlik farzandlar bo'lishini istasangiz, bugun o'zingiz shu farzandlarni tarbiyalang. Ilm oling, izlaning. Ilm olishga pulingiz, mablag'ingiz yetmasa kitob o'qing. YouTube'ga kiring, intervyularni ko'ring. YouTube'ga kiring, suhbatlarni eshiting, tinglang. Ogoh bo'ling, ogoh turing. Bugun biz onalarga, ayollarga qilingan nohaqliklar va biz ayollarga qilingan nomard harakatlarni orqasida onalar turadi. Onalar o'rgatmagan, onalar tarbiyalamagan. Onalar tepasida turib bu noto'g'ri, bu ishingni nomard deyiladi, bu ishingni erkakka xos emas degan onalar turadi. Shuning uchun onalar, sizlarga katta maslahatim, boshqalarni o'zgartirmang. Yoningizdagi vujudingizdan, yuragingizdan zavq olib dunyoga kelgan bolachangizni o'zgartira olasiz va uni kelajagiga yaxshi sababchi bo'la olasiz.